Hurmatli hojilar, Ka'baga ilk nazari tushganda duolar ijobat, ha? Duoni ko'proq qilamiz. Mana Ka'ba hozir ko'rinib boshlaydi bizga. Nimaiki duoyingiz bo'lsa, Ka'baga qarab chiroyli qilib duo qilasiz. Alloh ijobat qilsin. Mana shu zontingimizni belgi qilamizda. Bemalol sizlar duolarni qilib ketaverasiz, men zonti ko'tarib mana hammaga qarab e'tiborli bo'lib boraveraman. Odam juda ham ko'p. Mana biz ham duo qilamiz Ka'baga nazarimiz tushishi bilan. Bismillahirrohmanirrohim. Duo qilamiz hojilarimiz. Ka'ba ko'rindi. Parvardigor o'zingga hamd va sanolarimiz bo'lsin. Rasulimiz alayhissalomga salovat salomlar bo'lsin. Ilohim bugun Sayyidul ayyom juma kuni barchamizga muborak bo'lsin. Allohim tavoflarimiz qabul etgan, umralarimiz qabul etgan, jumalarimiz qabul etgan. Ilohim hojilarimizni ham o'qiyotgan jumalarni qabul